Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida qisqa xabar. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Toshkentda noma'lum shaxs 12 yoshli qizga hamla qildi. U ruhiy xasta ekanligi ma'lum bo'ldi. Yashnobod tumanidan 18 yoshli yigit maktab o'quvchisi bo'lgan 12 yoshli qizning qo'lidan ushlab og'zini yopmoqchi bo'ldi. Hujum qilgan shaxs qiz baqirganidan keyin voqea joyidan qochib ketgan. U shu kunning o'zidayoq shahar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Do'stobod mahallasida noma'lum shaxs maktab o'quvchisining ortidan borib, uning qo'lidan ushlab, og'zini yopishga uringanligi aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan bergan izohida ma'lum qilishicha, voqea 10-mart kuni taxminan soat 16:30 da sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, qizcha 2-guruh nogironi ruhiy asab kasalliklari dispanserida ro'yxatda turuvchi 18 yoshli H.D. hujum qilgan. U yonidan o'tib ketayotgan 2013-yilda tug'ilgan qizga nisbatan kuch ishlatgan. Jabrlanuvchi qichqirganidan so'ng H.D. uni qo'yib yuborgan va qochib ketgan. Tekshiruv davomida maktab o'quvchisi tan jarohati yetmagani aniqlangan. Psixolog ishtirokida suhbat o'tkazilgan. Yigit voqea sodir bo'lgan kuniyoq shahar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgan. Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.